ya'ni osteopat ham misol uchun naugat bunaqa qo'li bilan ushlab turib qattiq to'g'irlash kerak bilmasdan o'tini to'g'irlab ko'rib butini to'g'irlab ko'rib o'tirmaydida. Bu yerda diagnostika qilinadi, diagnostikada natijasi chiqadi va o'sha tayyor qo'lingizda natijasi bilan siz osteopatga murojaat qilasiz. Xo'j, mayli manda bo'lmasin, liftingga kelmasangiz ham boshqa osteopatingiz o'zingizda zo'r mutaxassis bo'lsa, bemalol o'shanga shuni olib borib turib, tayyor danni bo'yicha o'sha bolani umurtqa pog'onasini strukturasini to'g'irlanar ekan, avtomatik tarzda bolani til nutq rivojlanib chiqishi, miyaga yaxshi kislorod potoki borishi. Chunki mana bu yerda atlant yopilishi natijasida mana shu shayniy отделdan miyaga, bu yog'iga, mana bu zonaga qarab ko'rasizmi? Biruzovый paydo bo'lgan, mana nedostatik deb yozib qo'ygan. Miyaga qon yetib bormayapti. Ko'rasizmi? Atlant yopiq. Diagnostika qilib, tekshirib, shuni